Assalomu alaykum to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Bizning dardimiz o'zimizga yetib boshidi. Boshqalarga mehr shafqat yetkazishimizning hojati yo'q, ham bizga ehtiyoj yo'q. Bizning kishiga ehtiyojimiz bor. Ahloshimiz joyida bo'lsa, tafakkur quvvatimizni yetildirib, o'ng ta'tir bir yerlarda inkos yozib, ağamçilik bir maqallarını yazıp oltamay özümüzün hali bilen bulaylı davanın altımızda 71 yıl sördük yürgen millet başkalarına o köngül bölüşünün qat'iy haceti yok deb oylayman. Tetiksiz bir narsalar üçün şunçilik mediyelerini, şunçilik uzun lozungidek yazılıp ketken narsalarga qarab köngülümüzmi ilişidi? Oylap yakın qaran haq külüdü. Eğer siz özünüzdeki mındaq kimlik kartınızga Uyghur deb yazgan bolsanız haq külüdü. Keşke parlamentning oldida u yerda bu yerda söylep yuradigan bir millatni, namoyishchi millatni degan qaraganda o'ziniki zimin uchun tik turgan millatni degani yaxshiroq. Qozoqlarga qarab yiqinglar. O'zining mustaqil davlati bo'lsa hisob emasga, egi chiqsa hisobga. Tuproqni satmaydiganga xalq qo'pqanti qonun belgilabdi. O'ylab yiqinglar, o'zimiz beshida o'zimizning ishini qilib olaylik. Ananiki kichik ko'ngil bo'lsakmi, yetib boshida oqsoqollik qilsakmi? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.